Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 21-may. Bog'imiz ahvoli chanqab ketgan. Juda ayanchli holatda. Xohlasa bugun suv beryapmiz endi. Lekin ungacha mevalar mayda bo'lib qolgan. Mana mayisga degan yangi sortimiz mevalari. Buni kalibri Big Ben Fantaziyadan birinchi pishadi bu. Lekin mana bozorga tayyor chanqab ketgan gap ochig'i. Bu 1 gektarlik o'tgan yili buzib boshqatdan qilingan bog'imiz. Narigi 1 gektar Suppelola. Suppelola uzayotganimda ham mevasini sotayotganda ham xudo xolasa videosini tashlab beraman. Video qilib. O'rtalariga uragan, o't o'ldirgan, uragan sepganmiz. Ashuna hisobiga o'tlar o'lib uragan. 75%dan sepilgan bog' dorasiga daraxtga tekkizmasdan dori sepilgan. Hosillari yaxshi. Xudo xolasa Suppelola ham. Bugun endi suv ichyapti. Hosili yaxshi. Kasallik yo'q, xudo xolasa. Juda chiroyli holatda.